Dünyanın her qaysi ellerinden kelgan aziz qadrdon vakillar, ikki navbatda Sharq Turkiston Milliy Kengashi sizlarning fidokorliginglar bilan, qo'llashinglar bilan, madad berishinglar bilan bütün kun tartiblarini muvaffaqiyat o'rinlab hozir oxirlash oldi turdi. Bu bizniki ikki navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashininki yepilish murosimi. Hammalar tekrar xush kelibsiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu 3 günlük yığın jarayonida hammalar şahit bo'ldilar. Milliy mustaqilligimiz münasebetli, hürmetli fikirler oturmuş. Koyuldu, mühim istirahatli plan programda oturup koyuldu ve müzakere kılındı. Neticede güzel, yaxşı kararlar alındı. Tüvendimen hammalarınki birdek avazla bayağı mağdurlanan ikinci nöbette Sharq Turkiston Milliy Kengashininki ortak kitapnamasını sizlerle vakıftan okup düşüşün hürmetli Mehmet Oktay efendim sen teklif kılmam. Şundakla muşu teşkilat rehberlerini sen rehberlerini teşkilat rehberlerini birinci tutal mutlaka bütün teşkilat rehberleriniz senin de bakın. Merhaba. Teşkilat neki bulanız teşkilatın reisleri, kiler teşkilat reisleri vakaltan kelgan mağdur reislerim var. Merhaba çıkın. Передке. Ne dokuyorsunuz size? Передке. Hürmetli vakiller, Kudüs Kırmızı Beşiktaş'ta bu vatandaşın inanatı Sharq Turkiston Milliy Kengashiga 20 yil ortiq davlatda faoliyat yuritayotgan 70 ming ortiq tashkilotniki vakillari, shundaqla her siyosatlarimiz, Uyghur olimlarimiz, tadqiqotchilarimiz, mutaxassislarimiz, ulamolarimiz, qatnashganlar, men hozir faqatla bu vatandaşlarga bevosita qatnashgan tashkilotlarniki raisini sen davet qildim. Mana shu teşkilatlarimizdagi ve bu teşkilatlarimizdagi a'zolarimizga ilohiy tirishlar bilan Sharq Turkiston masalasi bugun mana xalqaralashib, xalqarolikka eng asosiy buyuk masalalarni aylangan bu masalalar bilan bu teşkilat rahbarlarimizga ve bu teşkilatlarimizdagi aziz fidokor a'zolarga alayda rahmatimni, hurmatimni bildirmoqchiman. Tuvadiman Muşu Çin'e Milliy Kengashi ve qatnashgan vakillarimiz vakillardan bu vakillarimiz tarafından bugün bayağı birdek oldu. O'tda ko'p ovozdan ma'lumlangan ikki navbat Sharq Turkiston Milliy Kengashininki kitobnomasini o'qib o'tish uchun Mehmet Oktay efendim davet İkinci növbetlik Şarkı Türkistan Milliy Kengashi Xitapnamesi 2022 yıl 26-28 May München, Germaniya. Dünya Uyghur Kurultayı başçılığındaki 23 teşkilatının sahipxanlığı bilen 20'den artık devlet ve rayonlarda faaliyet kılıvatkan 70'den artık Uyghur teşkilatlarının asaslık mesulleri, siyasi aktifler,
Mayaga Uyghur teşkilatının akademiye çünkü Kazak kardeşlerimizin teşkilatı var. Şunu bir özgertip koysanlar ama şunu eskertip koyayım. Asas mesulleri, siyasi aktifler, lager şahitleri, ziyaliler, dini zatlar ve şundaklar Şarkı Türkistan halkının takdirige ve vaziyetiga yakın köngül buluvatkan chet ellik siyasi yollar. Ve kanunşünaslardan bulup 200'den artık iştirakçının katnışışıda Germaniyanın München şehrinde ötküzülgen 2. növetlik Şarkı Türkistan Milli Kengişi kün tertipteki barlık vazifelerini galibilik tamamlap, muvaffakiyetlik tamamlap galibilik ahırlaştı. Bu kıtımkı Milli Kengeş, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarının uzundan buyan keçiktirilgen Şarkı Türkistan ziyareti ve şundakla Şarkı Türkistan'da davamlaşıvatkan milli kırgınçılıkның insanı çöçütkidek vahşilikteki sakçı arxivlarının dünyanı zilziligi sağan bir peytiga toğru geldi. Milli Kengeş vekilleri Şarkı Türkistan'ның siyasi takdirge münasebetlik aldı. Şarkı Türkistan müstakilliğinin asasları ve stratejiyaları. Özgürüvatkan dünyada Şarkı Türkistan milli müstakillik davasının tesir dairesini teximi kengaytishning yolları. Xitayning irqiy qirg'inchilik ve insaniyet karşı jinoiy qilmishlari bilan tüptün yo'qotish nishoniga aylangan vatanimiz ve xalqimizning beshidagi bu fojialarni unumli hal qilishning siyosiy ve qonuniy tadbirlari qatorliq bir yurish tahrirsiz masalalar haqida fikrlashdi ve ortak noktalarda birleşti. Bu münasebet bilan barliq kengish vakillarining ortak irodasiga vakolatan mazkur xitobnoma e'lon qilindi. Milli Kengesh Şarkı Türkistan milli müstakilliğinin Şarkı Türkistan davasının tüp nişanı işkelligidek tevrenmez prinsipini yeni bir kıtım jakalaydı. Şundakla Xitayning Şarkı Türkistan'daki kanunsuz işgalinin kurulgusu Şarkı Türkistan devletinin hulini ve Şarkı Türkistan halkının tarihten buyan tavlanıp müstehkemlengen milli mevcutluğunu tamamen yok kılışını maksat kıygan sistemlik yürüşleşken haldaki müstemlikleştiriş siyaseti ekanligini növbette devam kılıvatkan Uyghur, Kazak ve Şarkı Türkistan'ın asli ilgileriga qartılgan erkiy qirg'inchilik ve her türlü qabih jinoiy qilmishlarning yetmekçi bo'lgan nishonining dal Şarkı Türkistan'ni ve halkını munqarizlashtirish ve mustamlikalashtirish bosqichini tamamlash orqali Şarkı Türkistan'ning tamamen xitoylashishini ishga oshirishdan iborat ekanligini ogohlantirgan holda Xitoy, Amerika ve Angliya qatorliq 152 davlatning va'dasi bilan qurilgan dunyodagi eng yuqori sud hisoblanayotgan xalqaro adolat divonining tarafdor yoki imzodor davlatlarning irqiy qirg'inchilik ahdinomasidagi javobgarligini sharhligini de tarafdor davlatlarning irqiy qirg'inchilikning oldini olish majburiyati va jinoyatchilarni jazolash uchun harakatga o'tish mas'uliyati shu davlatning dunyoning ma'lum yerida irqiy qirg'inchilikning yuz berish ehtimolligiga doir jiddiy bir tahdidning mavjudligini bilgan yoki bilish kerak bo'lgan paytda boshlangan bo'ladi deb aniq hukm o'tirib qo'ygan bo'lishi qaramay tarafdor davlatlarning harakatga o'tish mas'uliyatidan o'zini qochirib yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishdan yoltiyotganligini natijada Sharqiy Turkistonning irqiy qirg'inchilikning oldini olish javobgarlarni jazolash ve qirg'inchilikning qurbonlariga yordam berish mas'uliyatini zimmasiga olgan davlatlarning bu xil pozitsiyasi orqali Xitoy davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik ve insoniyat qarshi jinoyatlarga ko'z yumish, ig'zoga ayblab qo'yish, hatto sukutda turish yo'lini tutayotganligini bu passiv qo'llash sabablik Xitoyni jinoiy qilmishlardan yondirish o'rniga aksincha jasoratlantirayotganligini bu xil passiv jinoyat o'rtoqligining darhol oxirlash kerakligini jiddiy xotirlatgan holda hozirgacha 9 milliy parlamentlarning Sharqiy Turkistondagi fojialik jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyat deb qaror ma'qullaganligini Amerika hukumatidan boshqa hech bir hukumatning texchi sukut ishi turayotganligini bu 9 davlatdagi hukumatlarning o'z parlamentlarining olgan qarorlariga hurmat qilishi kerakligini bo'libmi bu hukumatlarning 2021 yılı 9 dekabr günü e'lon qilingan tarafsizligida hech bir shubha bo'lmagan Uyg'ur sotining hukmnomasi
Yanıdan oturga çıqqan dalil isbatlar asasida Xitoyni passiv qo'llash qarorlarini takror ko'zdan kechirishning zaruriyatga aylanganligini ta'kidlagan asosda Sharqiy Turkiston masalasini Sharqiy Turkiston xalqining o'z oti meros qadim tuprog'idagi milliy egilik huquqini kafolatga ega qilish asosidagi tub g'oyasini oldin shart qilgan asosda tinchlik yo'llari bilan hal qilishning Sharqiy Turkiston xalqining mavjudligi dunyoning uzun muddatlik tinchlig'i Sharqiy Turkistonni markaz qilgan O'rta-Osiyo, Yevrosiyo rayon bexatarligini ishga oshirishning oldingi shart ekanligini kuchlik urg'ulagan holda BDT umumiy kengashining 1961 yil 27 noyabr kuni 1654 nomerlik qonun hukmidagi qarori bilan mustamlika ostidagi millatlarning mustaqilligini kafolatga ega qilish umumiy prinsipi e'lon qilinganligini va shu munosabat bilan mustamliksizlashtirish alayida komitetining qurilganligini va bu qarornoma natijasida 80 dan ortiq mustamlika davlatining va xalqining o'zlarining egilik va mustaqillik huquqiga ega bo'lganligini eskartish bilan Xitoy Xalq Cumhuriyetining 73 yildan buyon Sharqiy Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib, soxta avtonomiya va dunyo miqyosida ilib borgan har xil ko'z bo'yamchiligi bilan Sharqiy Turkistonning mustamlika aylantirilgan bir zamin ekanligini dunyoning diqqatidan uzoq tutib kelganligini Xitoy va Sovetlar Ittifoqining siyosiy suiqasdi bilan Xitoy tarafidan yutib olingan Sharqiy Turkiston davlatining va xalqining milliy egilik va mustaqillikdan iborat haqqoniy talabining va kuchlik irodasining diqqatga ilinish hamda kun tartibining bosh moddasi qilib bekitish paytining yetib kelganligini jakarlagan asosda Milliy Kengash yana 1 Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy davlatiga Xitoy davlatining navbatda xalqimiz ustidan yurgizayotgan vahshiy qilmishlariga mo'riga tirab taqobil turishga o'z oti meros tarixi zaminda hur mustaqil va to'liq egilik huquqiga ega o'z davlatining mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan irodasidan qat'iy tavranmaslikni talab qiladi. 2 hech bir zulmning mangu bo'lmaydiganligini Sharqiy Turkiston xalqining dunyo tarixidan ait az uchraydigan ig'ir bir badal to'layotganligini Sharqiy Turkiston xalqi to'layotgan bu ig'ir badalning faqat va faqat Sharqiy Turkistonning milliy mustaqilligining asli kelishi bilanla o'z qimmatini topadiganligini qat'iy unutmasligini so'raydi. Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan erkiy qirg'inchilik jinoyati va boshqa vahshiy jinoyatlarning texchi davom qilishida siyosiy, iqtisodiy, diplomatik jihatlardagi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari sababidan haqqoniyatdan uzoq turayotgan, hatto mavjud reallikni ko'rmasga silib, Xitoy bilan hamkorlik qilayotgan Turk islom dunyosining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatining borligini, bu xil beparvarlikning yana davomlashavermasligini, Sharqiy Turkistondagi milliy qirg'inchilikning qandaqdir Amerika boshliq G'arb dunyosining strategik suiqasd o'yini emasligini, yo'q bo'layotganlarning, qirilib o'layotganlarning, milyonlarcha jazo lagerida yetayotganlarning Sharqiy Turkistonlik musulmon xalqlar ekanligini, vayron bo'layotgan, chiqib etilgan 16 mingdan ortiq jami va ko'ydirilgan Qur'oni Karim va islomiy asarlarning butun dunyo musulmonlarining o'rtaq qimmatlari ekanligini ta'kidlab, Turk islom olimini bu zulmga qarshi sezgir bo'lishga chaqirdi. 4 Yevropa Birligi, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya qatorliq demokratik davlatlarning Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan erkiy qirg'inchilik haqida texmi ochiq pozitsiya e'lon qiladigan vaqtning allaqachon kelganligini, milliy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ishlangan jinoyatlarning oldini olish, jinoyatchilarni jazolash qatorliq mas'uliyatining Jeneva ahdnomasida bu davlatlar o'rinlashni zimmasiga olgan qonuniy majburiyatlar ekanligini, milliy qirg'inchilik jinoyatiga kishilik huquq dafsandachiligi doirasida muomala tutishning amaliyotda dal jinoyatchining jinoyatini yengillatish rolini o'ynab qolmasdan, balki jinoyatchini texmi jasoratlantirish omiliga aylanganligini, davomlashayotgan so'z o'yinlari va diplomatik yumshoq pozitsiyaning Sharqiy Turkistondagi millionlarcha begunoh xalqlarning hayot mamotiga, erkinligiga va bexatarligiga bevosita ta'sir qilayotganligini, Xitoyning bu jinoiy qilmishlari Jeneva ahdnomasida qanday ta'riflangan va tarafsiz Uyg'ur sudi tomonidan qanday hukm chiqarilgan bo'lsa, bu jinoyatlarni shu bo'yicha atashning ta'xirsiz holga kelganligini dunyo davlatlariga murojaat qiladi.
Xalqaro jinoyat sotining BDT bexatarlik kengashi va BDT umumiy kengashidan Xitoy hukumatining Sharqiy Turkiston xalqiga hozirgacha sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoiy qilmishlar haqida darhol adliyalik baholash va jinoyat surishtirishi ilib berishni kuchli talab qiladi. 6. Sharqiy Turkistondagi sistemlashgan va yangi normalga aylantirilgan majburiy emgak va hozirgi zamon qulluq tuzumi natijasida ishlab chiqarilayotgan paxta, to'qimachilik, ko'ktat, quyosh energiya taxtasi, elektronlik uskunalar, kan va energiya qatorliq mahsulotlarning dunyo bozorida keng iste'mol qilinayotganligini, holbuki bu qilmishlarning xalqaro qonunlar bo'yicha insoniyat qarshi ishlangan jinoiy qilmish deb aniq sharhlangani sababli ilg'or davlatlarning mavjud qonunlarida umumyuzlik cheklanganligini, dunyodagi barliq qimmat qarashlarni iqtisodiy foydaga teng qilmaydigan to'rsimon ta'minlash zanjiri bilan geralashib ketgan cho'ng xalqaro shirkatlarning barg'ansari ish berayotgan ogohlantirishga pesand qilmay Xitoyning jinoiy qilmishiga o'rtoq bo'lishni davomlashtirayotganligini, bu ta'minlash zanjirining amaliyotda sistemalik jinoyat zanjiriga aylanganligini va bu davomlashayotgan jinoyat zanjirining Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini uzluksiz qul qilishdagi turtkilik omilga aylanganligini, agar bu jinoiy qilmishlar darhol to'xtatilmasa, Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan muajiratdagi Sharqiy Turkistonliklarning qonuniy yo'llar bilan bu jinoiy qilmishlarga o'rtoq bo'lgan shirkatlar bilan hisoblashadiganligini ogohlantirdi. 7. Barliq demokratik davlatlarning surgundagi Sharqiy Turkiston xalqining o'z milliy, diniy va madaniy kimligini saqlab qolish g'ayratlari uchun safarbar bo'lishini kutadi. 8. Oxirida Milliy Kengash barliq xalqimizni Sharqiy Turkistonning eng oliy manfaatini qo'g'dash, Sharqiy Turkistonning oxirgi g'oyasini amalga oshirish uchun birlikka, o'mlikka va inoqlikka chaqiradi. Rahmat.